Apple barcha uchun mos bo'lgan model, ya'ni MacBook Neo'ni ishlab chiqardi. Og'irligi 123 kilogramm, o'zingiz bilan olib yurishda hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Korpus materiali to'liqligicha alyuminiy va 3 xil rangda ishlab chiqilgan: ko'k, pushti va sariq. Mutaxassislar tomonidan dizayni 100 dan 97 deb belgilandi. Bu yaxshi natija. Ekran o'lchami 13 dyuym, yon ramkalari esa 8.8 mm 60 Hz yangilanish tezligida ishlaydi. MacBook Neo Apple A18 Pro prosessori bilan jihozlandi. Yadrolar soni esa 6 tani tashkil qiladi. Batareya o'zida 36.5 Watt energiyani saqlaydi. Ofis uchun 8-10 soat, internetda 7-9 soat, og'ir dasturlarda 4-6 soat, video ko'rishda esa 10 soatgacha ishlatishingiz mumkin. Ovozlar har doimgidek tiniq. Dolby Atmos'ning ikkita karnayi va unga qo'shimcha ikkita mikrofoni bilan jihozlangan. Video foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling va to'yona savdoga tashrif buyuring.